markaziga cheksiz hurmatlar bilan siz u bizni diydorlashtirish baxtiga muyassar etgan kechamizni ajoyib qahramonlari shaxsan Kiyotaramiz Rustamjonni bir guruh kasbdosh do'stlarni badiiy maydonchamizga yaqinroq kelishlarini iltimos qilib so'raymiz. Davramiz markaziga Urgut tuman xalq ta'lim tasarrufidagi 54-maktab jamoasi hamda 54-maktab direktori Dilfuza ustozimizni davramiz markaziga chorlamoqchiman. Albatta Dilfuza ustozimiz bizni ishlayotgan, tinglayotgan boslar badiiy maydonchamizga mikrofon qarshisiga yaqinroq qadam ranjitaylab ajoyib ezgu niyatlarni, chiroyli tilaklarni kasbdosh do'stlar tomonidan yo'llab o'tsalar juda ham chiroyli va maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Aziz mehmonlar, yuqorida ta'kidlab o'tdik, to'yimizning chiroyli va a'lo kayfiyatlarni o'tishi faqat bizga va operatorlarga, sozanlarga bog'liq emas, siz aziz insonlarimizga ham bog'liq. Xonadon egalari, to'y sohibalari, bek-bekalari, kichkina iltimoslari bor. Mana shu chiroyli dasturxonlarimizga duo bermagunlaricha to'y tantanamizni tark etmasliklaringizni iltimos qilib so'raymiz va yuqorida ismlari e'lon qilingan 59-maktab Kiyotaramizni kasbdoshlari jamoasi shaxsan ustozlarimiz qatorasidan turdilar. Assalomu alaykum. Sizlarga ham bugungi fayzli shodiyona muborak bo'lsin. Mashaqqatli kasbiylarda qolmanglar deymiz. Kimdan boshlaymiz? Dilfuza ustozimizdan, xo'p, direktordan boshlar ekanmiz. Bundan keyin ustozlarimizdan davom etamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Duo qiling, har yaxshini baxti bilsin. Eshigidan yaqinlari yo'qlab tursin. Surur to'lsin, ko'zlarida mehr bo'lsin, yuzlarida. Alloh bergan toli uyin asray bilsin. Baxt qasrini, ostonasi qutlug' bo'lsin. Qoqilmasin o'zi chopgan maydonida. Qora bulut bo'lmasin hech osmonida. Hech kim yo'lini to'solmasin, shiddatini kesolmasin. Kamida tog' shaxti bo'lsin imkonida. Toliyida yongan chiroq to'liq kelsin. Baxt qasrini, ostonasi qutlug' bo'lsin deya avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday yozning chiroyli kunlarida, mana shunday fayzli dasturxon atrofida yig'ilib turgan aziz mehmonjonlar, ilohim yurib turgan oyoqlaringiz og'riq nimaligini, ko'rib turgan ko'zlaringiz hamisha nurafshon ko'rishini, ko'ksingizda urib turgan yuraklaringiz 100 yoshga yetgancha urishini, hammangizga mana shunday to'ylar tomoshalar nasib qilishini tilagan holda bugun Ukrash mahallasining fayzli xonadonlaridan biri Abduvakil tog'amizning xonadonida Kenjatoyev farzandi Rustambekning nikoh to'ylari bo'lyapti. Mana shunday kun bilan, mana shunday unutilmas sana bilan butun O'zbekiston ahli nomidan, Urgutliklar nomidan biz tog'ajonimga uzoq umr, sog'lik, omonlik, Ra'no yangamga ham uzoq umr, sog'lik, omonlik, xonadonlari to'lguncha nabira evaralar ko'rib, mana shunday nabiralarni ardog'ida qarib, qartayib, 100 yoshlarga kirib, hasalarni suyanib, evaralarni to'ylarida ham mana shunday qarimasliklarini tilab qolaman. Rustamjonga keladigan bo'lsak, bugun Rustamjon 59-ta'lim maktabidan rus tili fanidan dars berib, yuzlab shogirdlarni orqasidan ergashtirgan eng yosh, iqtidorli, bilimli, shijoatli ustozlarimizdan biri. Ilohim, Yasminaxon kelinimiz ham Rustamjonga ergashib, bizning jamoamiz orasida xuddi mana shunday e'tiborga sazovor bo'lsin. Ilohim, ikkala yosh qo'shilib, baxtli, saodatli bo'lsin. O'zlari xohlaganicha nabira farzandlar ko'rib, ularni komil insonlar qilib tarbiyalasin. Ilohim, baxtlaringizga ko'z tegmasin. Yana bir bora to'ylaringiz muborak. Butun 59-ta'lim maktabi nomidan, jamoamiz nomidan Rustamjon tabriklayman. Mana shunday baxtli nikoh to'ylaring yana bir bora muborakbod bo'lsin. Ustozing ham qarab turibdi, tabriklayman deb marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bugun meni eng yaxshi, eng mehnatkash o'g'lim desam ham bo'lar, ukam desam ham bo'lar, Rustamjonni nikoh to'yida qatnashib turibmiz. Rustamjon, yoningdagi yoring muborak bo'lsin. Qo'shcha qari, hamma niyatlaringga yet. Kelasi yillarda beshik to'ylarida, keyin sunnat to'ylarida ishtirok etaylik. Opamni ham tabriklayman, akamni ham kelin bilan, shunday chiroyli kelin bilan tabriklayman. Qo'shcha qarisin, niyatlaringizga yetingizlar. Rahmat. Xo'p, ustozlarimizning talablariga binoan chiroyli kuy-qo'shiqlarimiz davom etarkan. Hozir ezgu niyatlarni yo'llashlari uchun bizga
yana parallel kasbdoshlar bor ekan. Urgut tuman xalq ta'lim tasarrufidagi 147 maktab jamoasidan iltimoslariga binoan Tozagul ustozimiz bor ekanlar, adashmasam. Tozagul ustozimizni ham bizda ishlayotgan bo'lsalar, davramiz markaziga yaqinroq kelishlarini iltimos qilib so'raymiz. Rustamjon Kiyotoramizni kasbdoshlari ekan. Marhamat, davramiz markaziga ustozlarimiz bizda ishlayotgan bo'lsalar, yaqinroq qadam rajida elishlarini iltimos qilib so'raymiz. Avvalo rahmatdur otaga, so'ng esa albatta onaga, bizlarga eslatmush hayotni unutmang hech qachon ustozlar. Ustozlarimiz vaqtimizga va shogirdlar vaqtiga doim sog'lom bo'lsinlar. Keling, u kishi ham bizga begona emas, o'zimizning ustozlarimiz. Assalomu alaykum. Sizlarga ham kasbdosh to'ylar muborak bo'lsin. Mashaqqatli kasbiylarda qolmanglar, toninglar. Hozir adashmasam dam olish payti ustozlarga. Bitta chiroyli tabrik, undan keyin sizlar uchun dildorlar taronlarimiz yangraydi. Raqs maydonchasiga 59-maktab hamda 147-maktab jamoasini lutfan chorlaymiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz davra ahli. Bugun mana shunday shukuhli maskanda eng avvalo mana bu maktab nomidan direktorlari so'zga chiqdi. Bizning direktorimizni xonadonlarda to'y bo'layotganligi uchun oddiy o'qituvchilarga so'z berganlaringiz uchun rahmat. Sultonmurodjon to'ylar muborak bo'lsin. Opa to'ylar muborak bo'lsin. Mullabonning oilalariga, Sultonmurodning oilalariga, qolaversa Inobatxonning ham qarindoshlariga, eng yaqin ukamiz, o'g'limiz, kenjatoyimiz, erkatoyimiz Rustamjonni chin yurakdan mana shu yerda o'tirgan kollektivimiz nomidan samimiy qutlaymiz. Iloyim shu Yasminaxon bilan qo'sha qaring, qo'sha farzandlarining otasi, onasi bo'ling. Farzandlaringiz eng kamida sizlarning bo'lsin deb yaxshi niyatlar bildirib qolamiz. Yaxshi buzoq deydi, yaxshi qo'zi deydi, ikki onani yemadi deydi. Demak, Rustamjon shunaqa qo'zilardan 2 maktabni ham ulug'lab, shunchalik hurmatini qozonish oson ish emas. Rustamjonni hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Dilfuzaxonning ham fikrlariga to'la qo'shilgan holda 2 maktab nomidan ham samimiy tabriklarimizni chin ko'ngildan taqdim etamiz. Baxtli bo'linglar. Rahmat, ezgu niyatlar, Xudo xolasa yaxshi tilaklar ijobat bo'lsin. Marhamat, ikkala maktab jamoasini raqs maydonchasiga chiroyli raqslarga chorlaymiz. Birgalikda qo'shiq tayyorlab kelganman. Malol kelmasa, kelin kuyovlarimiz uchun Viva
Salima,
Yolları